qo'y, malades. Topdingiz. Xo'pdimi? Top. To'y tushirib berasiz endi Rajoq. Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar? Zameda jamoasining savol-javob o'yini bor edi. Bu galgi ishtirokchimiz kim? Bilasizlarmi? Bu galgi ishtirokchimiz Fayzulla Fayz. Ollariga boramiz. Assalomu alaykum. Qirmang uni. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Yaxshiman. Tinchlikmi? Bu belib ketdingizda. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Tinchlik. Savol-javob o'yinimiz bor bizning. Ha, bilaman. Bu galgi kuzatib boramiz. Ha, siz? Ha, topilasizmi? Savol bering. Faqat qiynamaysiz degan umiddaman. Yo'q, qiynamaymiz. Savol. Qirg'oqlari yashil, suvlari qizil, baliqlari qora. Gap nima haqida ketyapti? Mana Fayzul aka bu savol topiladi. Fayzul aka endi ancha oldingi suxandonlardan balki topalar, balki topolmar, bilmadik endi. Aytishim shartmi, kommentariyaga qoldira qolaylik. Topdingizmi? Topganga o'xshaymi? Topgan bo'lsangiz ayting. Kommentariyaga qoldirib qo'yaylik shuni. Kommentariyaga. Ha. Shoshing, siz vaziyatdan chiqarsin deymanda qandaydir. Qachongacha quruq va'dabozlik qilasiz? Axir raisiz-ku. Agar Ayting bo'ldi, savol javobini ayting. Bilganlar kommentariya o'zi yozib ketaveradi. mabodo topib aytsam, bitta to'y tushirib berasiz. Assalomu alaykum. Bo'ldi? O'ylab javob bering. Bo'ldi, mayli. Agar adashmasam, biz kutib turgan Qo'yil, malades. Topdingiz. Xo'pdimi? Topdingiz. To'y tushirib berasiz endi Rajoq. Bo'ldi. Samimiy yigitlariga rahmat. Juda chiroyli ishlariga e'tibor berib turibmiz, kuzatib turibmiz. Omad bo'ling yigitlar, omad. Savol javobini bilganlar kommentariya yozib qoldiringlar. Bundan ham qizlarimiz uchun hali oldinda hisob bo'linglar.